Samarqanddagi top 5 ta zo'r shashlikxonalar. 5-o'rinda Fedya shashlikxonasi. Bu shashlikxona ancha yillardan beri o'z faoliyatini olib boradi. 10-15 xildan ortiq shashlik turlari bor. Go'shtlari mesniy, ta'mi zo'r, yumshoq. Remontlari zo'r, premium. Shashlikxona Sadriddin aynida joylashgan. 4-o'rinda Yagdavra choyxonasi. Bu choyxona ochilganiga ko'p bo'lgani emas, lekin shashlik qiladigan bolalar ancha yillik mohir bolalar. O'z kasbini zo'rlari. 10-15 xil shashlik turlari bor. Go'shtlari mesniy, ta'mi zo'r, yumshoq, remontlari zo'r. Shashlikxona Namozgoh ko'chasida joylashgan. 3-o'rinda Naftalin shashlikxonasi. Bu shashlik faqat kechasi 3 dan keyin pishiriladi, saharga yaqin. Bu shashlikni faqat shu paytda yeyishingiz mumkin, agar ulgurib qolsangiz. Shashlik mesniy go'sht bilan tayyorlanadi, yumshoq va juda mazali. Shashlikxona Registonda, Jutonda joylashgan. Samarqandning eski shashlik shinamandalari aynan shu